Onamdan qolgan toshoyna qani? Bilmasam. Qizim yaxshimisan? Qizim yaxshimisan, bormisan? Yana keldimi? Kelib yaxshi qilsizlar, kiringlar. Assalomu alaykum, so'p, sizni qaynatam ko'rishmaganimizga 3 kun bo'pti. Ketaylikmi? Mayli. Hazır. Kiringizlar. Mehmonxonamizga xush kelibsiz. Kiring. Qaynana. Bugun nima ovqat yeymiz? Bugun mastava yeymiz. Mastava laqabli makaron yeymiz. Dadam makaron yemaydi-ku. Shuning uchun makaron yeymiz bugun. Ha? Dada, men Britvam ishlatdingizmi? Ha? Soqolingiz turibdi-ku. Kantovkamni oldim. Nimaga edi? Ya o'zim tashavermoqchi edim buni. Nimaga? Meni soqolim yo'q-ku. U yoqda dadam bor. Dushga kiraman aka. Do'shga onam kiruvdilar. Qayoqqa? Qo'shnining tualetiga kirib chiqay. Kirgizsa agar. Mana ko'rpa. Nimaga? Siz dadam bilan uxlaysiz, men onam bilan uxlayman. Kuyov, bu 10 kundan beri uxlamaganga o'xshaysiz. Kuyov! Qara uka, hozir biz chiqamiz. Mana pul. Qorni katta qilib yasaysan-da, yuziga aniq qilib otasan. Tushunding-a? Do'ppili odamga tiysin. Tushunding-a? Ma, al. Kuyov? Hop. Bu ko'p bo'yi uyda o'tiribsiz, ishlaganingizni ko'rganim yo'q. Men Yevropada mavsumiy ishlab kelaman-ku. Yaqinda Germaniyadan keldim. Endi mart oyida Prime Visa orqali Bolgariyaga ketmoqchiman. Bolgariyada nima ish qilasiz? Mehmonxona servisi. Ayollarga ham, erkaklarga ham ish bor. $700 dan $1000 pul topsangiz bo'ladi. Ovqat, yotoq joyda ishxona hisobidan beradi. Topgan pulingiz o'zingizga qoladi. Rostdan, cho'llar ham borsa bo'ladi? Nima bo'ldi, doktor? Yo, qora tushga otibsizlar. Ichiga tosh solib nima bor? Chag'i sinib ketgan, biroy davolatasizlar endi. Bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur. Qo'shni, o'g'limni ko'rmadingizmi? Ko'rmadim. Let's go, la la la. Bitch, I'm a lot of